Hammaga sizlarni ilovangizni o'chirib tashlab berayotgan odamlar bo'lsa, ularga mana shunaqa videolarni ko'rsating. Mana birinchi bizni Yandex.Go'ni yo'q qilib qo'yamiz. Mana bu yerga kiramiz. Nastroyka degan joyga mana xuddi shu yerga kiramiz. Kirganda skrit приложение degan narsa chiqadi. Mana shu joyga kiramiz. Kirganimizda mana shu joydan Yandex.Go'ni topamiz va yoqamiz. Gotovani bosamiz va chiqamiz. Va qarasangiz Yandex.Go yo'q. Buni qayerdan topishni men o'rgataman. Mana shu joyga kiramiz va angliyskida Yandex.Go deb yozamiz. Mana chiqdi. Kiramiz. Mana shu videoni hammaga yuboring.